Yoshlar tarbiyasida keksalarning hayot tajribalari, pand-nasihatlari, maslahat va o'gitlari juda muhim. Shu boisdan ham viloyatimizda nuroniylar va yoshlar ishtirokida ma'naviy-ma'rifiy uchrashuvlar, suhbat va ochiq muloqotlar o'tkazish an'ana tusini olgan. Hozirgi lavha Uch tumanida bo'lib o'tgan Uch avlod uchrashuvidan tayyorlangan. Nuroniylar, o'rta avlod va yoshlar vakillari o'rtasidagi ma'naviy-ma'rifiy muloqot qo'sha qarish saodati mavzusini qamrab oldi. Zero, o'z umrini yurt ravnaqi va taraqqiyotiga bag'ishlagan keksa avlod vakillarining hayot tajribasi, ibratli faoliyati yoshlarga har tomonlama o'rnak. Uchrashuvda Dehqon mahallasida yashovchi Hamidaxon aya va Mahmudullo ota Yunusov, Bo'ston mahallasi vakillari Risliqxon aya va Ergashali ota Somiddinov, Qumtepa mahallasida istiqomat qilayotgan Jamilaxon aya va Abdul Abbos Akbarovlar uzoq yil birgalikda yashab, qo'sha qarigan piru badavlat oilalar barchaga o'rnak sifatida tanishtirildi. Oila, nikoh va farzandlar tarbiyasi bilan bog'liq tajribalari o'rtoqlashildi. Ular muqaddas dargoh, oilaning pastu balandiga ko'nib, quvonchdan bahra olib, tashvishlarni birga yengib o'tganliklari, halol mehnat orqali el-yurt orasida obro'-e'tiborga sazovor bo'lganliklari haqida gapirdilar. Oila bu jamiyatning asosiy birinchi bo'g'in bo'lganligi uchun ahli ayol bilan tinch totuv yashash, bir-birini tushunish, vaqti kelganda bir-biriga suyanib, halol mehnat qilish, farzandlarni to'g'ri tarbiyalash, ularni o'qitish ota-onaning vazifasi. Ajrimlarning ko'pi bir-birini tushunmaslik, hayotga qizlarimizni tayyormasligi. Uchi tumandagi uchrashuv noan'anaviy tarzda kechdi. Samimiy muloqotda so'zga chiqqanlar Dorlamon kunlarining shukronasi, inson qadrini ulug'lash, yoshlar kamoliga qaratilayotgan e'tibor mazmun mohiyatiga to'xtaldilar. Zero shukronalik va mehnatga munosabat har qanday insonni toblab, chiniqtiradi va jamiyatda o'z o'rniga ega bo'ladi. Sir emas, yosh oila o'rtasida shu ajrim yo'qotishga kelib qolganlar ko'paymoqda. Albatta ularni shu bugungi tadbirda qo'sha qarib yashayotganlarni ibrat sifatida ko'rsatish. Kelgusida bir ajrimlar kamaysa, yosh oilalar mustahkam bir hayotini yo'liga solsa degan maqsadda deylik shu bugungi tadbir o'tkazilyapti. O'ylaymizki, bundan keyin shu qishlog'imizda, yurtimizda ana shunday oilalarni, mustahkam oilalarning soni ko'payadi, hayot kechirishlari yaxshilanadi. Keksalarning purma'no o'gitlari, pand-u nasihatlari yoshlar uchun ibrat maktabidir. Uch avlod uchrashuvi donolik, navqironlik va shijoat namoyishi, ma'naviy go'zallik, bebaho boylik, oila muqaddas dargoh mavzularidagi ma'rifiy suhbatlarda yoshlarning ertangi kunga ishonch va intilishlarini qo'llab-quvvatlash, ularga amaliy ko'mak berish, qolaversa shaxsiy namuna ko'rsatish borasidagi fikr-mulohazalar o'rtaga tashlandi. Menga eng yoqqan tomoni 50 yil, 52 yil, 58 yil yashagan oilalar ishtirok etishdi. Men o'zimga xulosa chiqardimki, biz ana shunday oilalardan o'rnak olishimiz kerak ekan. Ularning hikoyalarini eshitib, oila qanchalik muqaddas ekanligini, hamjihat bo'lish kerakligini tushunib yetdim. Yosh iste'dod egalari tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar davraga o'ziga xos zavq bag'ishladi. Bunday muloqot va uchrashuvlar uch avlod vakillarining o'zaro hamjihatligini ta'minlash bilan birga yoshlar ongida el-yurt taqdiriga daxldorlik hissini uyg'otadi va ularni yangi marralarga undaydi.